olma, nok, shaftoli, o'ri yetishtirish mumkin bo'lgan o'zi yer yuzida hududlar chegaralangan. Ya'ni nega? tropik iqlimda biza yetishtiradigan mevalarni yetishtirish mumkin emas. Ya'ni qishki tinim davri bo'lishi kerak. Qish bo'lishi kerak, sovuq maqtansak bo'lishi bo'lar kerak. ekanda. Albatta. Bitta qishdan o'tish kerak demak. Albatta, ya'ni uyquga ketish kerak daraxtlar. Ya'ni bu yerda qishki sovuqqa talabi degan tushuncha bor daraxtlarni. Misol uchun eng talabi balandlari olma nok desangiz bo'ladi, chunki mana o'zingiz ham bilasiz, bahorda kechroq uyg'onadi olma nok. Ularga sovuq shart. Sovuq shart. Ya'ni misol uchun yil bo'yi banan yetishtiradigan joyda olma yetishtirish deyarli imkonsiz yoki nok yetishtirish imkonsiz. Bizani mevalarimiz shirinroq. Mana Yevropaga chiqib agar supermarketda shaftolilar bor, o'riklar bor, yeb ko'rilsa nordon bo'ladi. Bu albatta bizani issiq quyoshimiz bilan bog'liq. Shu bilan bir qatorda mana shu issiq iqlim ham bog'dorchiligimizni qiyinlashtiradi aslida. Ya'ni ko'p, ya'ni xalq orasida shunaqa bir afsona borki, mana Xitoy mevalari yoki Yevropani mevalarining ko'rinishi bor deydi. Plastmasga o'xshaydi, lekin yesang deydi. Mazasi. Bizaniki ko'rinishi yo'q, lekin mazali deydi. Endi bizada xudo xolasa shunaqa qilish mumkinki, ya'ni ham ko'rinishi bo'lishi mumkin, sifat, ya'ni ko'rinish jihatdan va mazasi bilan biza bemalol chet el bozorlarini egallay olamiz aslida.